Hammaga assalomu alaykum. Bugungi taqdimotim mavzusi frontend dasturlash tili haqida bo'lib o'tadi. Frontend bu veb-saytning foydalanuvchi ko'radigan qismi hisoblanadi. Biz HTML, CSS va JavaScript haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p endi, frontend o'zi nima? Frontend bu saytning tashqi ko'rinishi va ishlash qismi. Masalan, tugmalar, rasmlar, menyular va matnlar frontend orqali yaratiladi. Frontendda asosan HTML, CSS va JavaScript ishlatiladi. Endi HTML ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, HTML bu saytning skeleti hisoblanadi. U sahifaga matn, rasm, link va boshqa elementlarni joylashtiradi. HTML siz saytning tuzilishi bo'lmaydi. Mana bu yerda HTML kodi ko'rsatilgan H1 sarlavhalari uchun, bu esa oddiy matnlar yozish uchun ishlatiladi. CSS haqida. CSS saytga chiroy beradi. Ranglar, shiftlar, o'lchamlar va dizaynlar CSS yordamida yaratiladi. CSS saytlar oddiy va zerikarli ko'rinadi. Bu misolda sayt orqa foniga rang berilgan va sarlavhaning rangi hamda o'lchami o'zgartirilgan. JavaScript saytga harakat va interaktivlik qo'shadi. Masalan, tugma bosilganda xabar chiqishi yoki menyu ochilinishi JavaScript yordamida ishlaydi. Bu kod yordamida tugma bosilganda ekranga salom degan xabar chiqadi. Frontend dasturchi bo'lishning afzalliklari ko'p. Bu zamonaviy kasblardan biri hisoblanadi. Hattoki uyda turib ham ishlash mumkin. Xulosa qilib aytganda, HTML saytning tuzilishi, CSS dizayni, JavaScript esa harakatni yaratadi. Uchala texnologiya birgalikda zamonaviy veb-sayt yaratishda ishlatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.